oldidagi opajonga ham murojaatda fohish edi, yaxshi ona basakansiz, falon edi, piston edi deyapsiz-ku, siz o'zingiz bir nomahramni oldida kechqurunda voydod deb yig'lab o'tirishingiz bu to'g'ri narsami? Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Birovni gapirishdan oldin birinchi hamma o'zini o'ylab ko'rish kerak. Nima holat, qanaqa holat bo'layotganini. U marhumani yalang'och rasmlari sizda nima qilyapti? Siz uni eri emassiz, qo'shnisi emassiz, o'rtog'i emassiz. Sizga kim tashlab berdi uni? Bir videoyingizda gapirdik, tarqatib yuboraman, falon qilib yuboraman. Siz bu sizga tushgan murojaatlar, shunaqa yaxshilik qilganingizda u tomon tushunmasa, siz Alloh uchun qilayotgan yaxshiligingizga o'shanaqa tomonlama atvet qilasizmi? Sani bunaqa minuslarni chiqarib yuboraman, buni qilaman, falon qilaman, yo saylagan joyingga deb turib shu darajada bir qo'rqitib bosim qilasizmi akajon? Yana bitta narsa deb gapiraveraman-da endi, bor narsalar gapiryapman. Bu narsani sinab ko'ringlar. Qanday? Mana sizlarga oddiy bitta misol, meni miyamga kelib qolgan narsani sizlarga aytaman. Va oshnalaringizmi, o'rtoqlaringizmi bitta ro'mol beringlar yoki sochiq beringlar. Keyin qo'llaringizga bitta telefon ushlayinglar. Telefon. WhatsAppga kirib olinglar, tayyor, SMS yozaman deb yoki telefonni qo'llaringizga ushlab olinglar-da. Orqadan bir kishi shunday bo'lsin. Sizlar SMS yozasizlarmi yo telefon tashlab olib u narsani ushlaysizlarmi? Qanday, men hayron qolaman-da. Jon muhimmi yoki xabar muhimmi? Aynan o'sha holatda. Bir голосованияларni eshitdik. Qirilgan. Endi tasavvur qilinglar, osilib turibdi, SMS yozyapti, голосование yuboryapti. Bu narsa bo'lishi mumkinmi? Tibbiyot xodimlari biladi. Men ham juda ham ko'p eshitganman. Osilgan odamning qo'li yuqoriga bormaydi. Pastda qoladi. Qo'lida bir narsa qolmaydi. Bu jon ketishi. Hop osilganu, bu osilganda shu darajada tomog'i tayi qizarib ketadimi? O'sha holatda olingan deyildi. Tirik edi deb ko'rdilaring, o'lik edi deb ko'rdilaring, doktorga boril, bilmadim. Xullas, hayronman. Xo'p, akajon siz aytyapsiz-da, avaz aka, meni singlim edi, har bir o'zbek, kichkina bo'lsa ukam, katta bo'lsa akam, yoshi katta bo'lsa opam, kichkina bo'lsa singlim deyapsiz. Xo'p, bitta akalik vazifasini qilib, butun O'zbekistondagi shu sizni ko'rayotgan va mana shu narsadan xabari bor odamlarning savoliga javob bering. Boshidagi g'urra, singan burni, labidagi tirtiqlar va yuzidagi jarohatlar qayerdan kelgan? Xalq sizlardan shu narsani so'rayapti. Uni o'tgan odamning kimligini, yoki sizni kimligingizni, yoki sizni tarixingizni, yoki oldingizda o'tirgan opani tarixini, yoki ana bolalarning tarixini hech kim so'ragan yo'q. Uni homiladorligi hech kimga qizig'i yo'q. O'sha jarohatlar qayerdan keldi? Qotillik bo'lganmi yoki yo'qmi? Shu narsaga javob bering. Ishingizni gazini bosing aka, Alloh rozi bo'lsin. Lekin qilayotgan ishingizni bu darajada minnat qilib olmang. Siz patpislik uchun qilayotganingiz yo'q, bilishimcha. Yoki xalq uchun qilayotganingiz yo'q. Bu ishni Alloh uchun qilyapsizmi? O'zingiz uchun qila olmaysiz? Alloh ko'rib turgani hammaga ochiqchasiga bilinadigan narsa. Bo'ldi. Sizni qotilsansa qotilmasmisiz? Allohning oldida pokmisiz? Bo'ldi, ishingizni qiling aka. Chiqib borib bu o'zingizni vashun yo'lga tushirib olmang. Og'irlik qilyapti, olmandan demasdan aka. Omadingizni bersin avvalambor. Men ham o'z fikrimni bildirdim. So'raydigan narsalarimni sizga video murojaat qilib chiqyapman. Menimcha xalq ham sizdan aynan men istayotgan narsalarni istayapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat.